Egarlar, marhamat, ular bilan tanishing. Akbar Ali va Zuhraxon Yangi Namangan tumanidagi 55-chi umumta'lim maktabining eng yosh kitobxon, mutolaani sevuvchi iste'dodli qizlarimizdan biri. Xush ko'rdik. Kayfiyatingiz yaxshimi? A'lo darajada. Hozir mana Zuhraxon alohida yoningizdagi tashakkurnomani ko'ryapmiz. Bu tashakkurnoma nafaqat sizga, balki sizni tarbiya qilgan ota-onangizga ham tegishlidir va asosiysi har bitta ota-onani quvonchi farzandining muvaffaqiyatidan yana ham ko'tarilishi aniq. Gohida shu rozilik hissini tuyishadi-da, to'g'rimi? Qanday bo'ldi? Qanday qilib mutolaaga qiziqib qolgansiz? Qanday qilib kitoblarni sevib qolgansiz? Bunda baribir oilaviy muhitning o'rni baribir boshqa Boshqacha baribir. Mutolaaga kirib kelishim 12 yoshimdan boshlangan. Birinchi 14 yosh toifasi orqali qatnashishni boshladim. Ammo u vaqtlar tajribam kamligi uchun respublika bosqichiga, viloyat bosqichiga ham chiqa olmadim. Ammo 15-19 yosh toifasida viloyat bosqichiga qadar ko'tarildim. Bu darajalarga erishishim uchun albatta oila a'zolarimning hissasi juda ham katta, chunki ular imkoniyatlarni yaratib berishmagandi, balki hozir bu yerda bo'lmagan bo'lardim. Ularni o'rinlari beqiyos. Qanday kitoblarni mutolaa qildingiz? Nechta kitob mutolaa qildingiz shu kungacha? Bu kungacha 100 dan ortiq kitoblarni mutolaa qilishga ulgurdim. Yosh kitobxon rejasida berilgan kitoblar 50 nafar kitobdan 40 nafar kitobni o'qib tugatdim.